Assalomu alaykum akrom avto kuzatuvchilari. Nalichiyda avtomobillarimizni ko'rsatib o'tamiz. Toyota 300 4 litrli atmosferli motor bilan jihozlangan. Eshikda davodchiklari bor, полностью bronli plyonka qilib qo'yilgan. Hyundai Palisade avtomobili 2026 bez probeg. Toyota Avalon Limited komplektatsiyaga ega bo'lgan avtomobilimiz. Yaqinda postga joyladik bu avtomobilimizni. Toyota 300 GR Sport avtomobili. Toyota Sequoia avtomobillarimizda oq va qora ranglardan mavjud. Va Infiniti 2025 Masla avtomobilimiz ham sotuvda, nalichiyda. Bundan tashqari Genesis GV80 Masla 0 probeg qora rangidan nalichiyda turibdi. Range Rover Sport P360 avtomobilimiz va XZ X-Drive 40i avtomobili nalichiyda bor. Bundan tashqari Li9, Highlander, Kia Sorento qora rangidan mavjud, 2.5 atmosferli motor bilan jihozlangan. Va Kia K5 avtomobillarimiz va Zikr 9X avtomobillarimiz nalichiyda hozirgi kunda bor. Kimga qiziq bo'lsa, profildagi raqamlarga aloqaga chiqib, baraka qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.